Ko'pchilikcha telefonidagi mana bu funksiyani bilmagan. Mana qarang, zo'r qilib olganimni temani. Zo'r-ku. Hali aniq hech kim qilib ko'rmagan. Любой telefonda qilsa bo'ladi. Obunachilarga ham o'rgatamiz xohlasangiz. Faqat nima qilish kerak ular? Bu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ysin. Videoga hali ham like bosmadingiz, tez like bosib qo'ying. Hozir sizga mana shu funksiyani yoqib qo'yishni o'rgataman. Mani yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin. O'rtoqlar, birinchi bo'lib Telegram ila kirib olasizlar deb poiskka xuddi shunaqa qilib Gamers X Bot botini qidirasizlar. Originalga kiringlar o'rtoqlar, ham tegidagi barchasi fake. Original yozilish xuddi shunaqa. Botga kiramiz, botga kirib boshlash tugmasini bosamiz. Bu yerda kanallarga barchasiga obuna bo'lganimizdan keyin mana bu to'rtburchagiga bosamiz, obuna bo'lib bosinga. Men barchasiga obuna bo'lganman. Obuna bo'lib bosinga bosaman. Bu yoqdan entiga tushiramiz, keyingi qatorga o'tkazamiz. Keyingi qatorga o'tkazganimizdan so'ng ajoyib menyu joyi bor. Mana shuni ustiga bitta bosib yuklab olsanglar bo'ladi. Xo'p o'rtoqlar, ilovani yuklab olganlardan keyin botdan mana ikkinchisiga o'tkazasizlar deb ptichkani bosib orasizlar. Ptichkani bosganimizdan keyin ozgina kutamiz, zagruzka bo'ladi. 10 ga o'tkazamiz deb ilovani o'ziga kiramiz. Kirganimizdan so'ng mana bitta ekran stili bor. Mana shu stilga bosasizlar deb mana 3D ga o'tkazib qo'yasizlar buni. Ozgina kutamiz, zagruzka bo'lishini. Keyin mana orqaga chiqadigan bo'lsa, ham bunaqa takoy tema qo'yiladi. Mana bu videoni sizga ham qo'yib berdim. Mazza qilib ishlataverasiz. Mana endi ikkalamizning temamiz bir xil bo'ldi. Videoni tez o'rtoqlar barcha do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Sizlar ham bu funksiyadan foydalaninglar.